Assalomu alaykum guruhimiz kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi printerimizni Guliston shahriga Akrom akaga kelib o'rnatdik. Akrom aka, qutlug' bo'lsin. Printerimiz bu printerda bizni kompaniyamizni qanday topdingiz? Sizlarning kompaniyalarda men jiyanim Samarqandda bu printerni ishlatyapti. Hozir ham zo'r ishlayapti bu printer. Shuni sifatini ko'rib, shunga qiziqib keyin sizlarga aloqa olishga niyat qildik. Keyin shuni qaror qildik. Jiyaningiz tavsiyasi. Jiyanim tavsiyasi bilan. Reklamasi kompaniyasi va firmasi mana shu narsani olib kelyapti ekan. Sifatini, golovkalari, boshqasi hammasi tiniq chiqarganiga olishga 100% ishonch qoldirib olishga ishonaverdi. Olib keldik ularga shukr. Qutlug' bo'lsin. Rahmat sizga ham, injenerlar ham mana o'ylashga tiniqib joy-joyiga keltirdi. Ishingizga omad. Yaxshi kunlarda ishlang. Rahmat. Qani sog' bo'ling.